Ey qizi bor otalar, ey qizi bor onalar, sizlarga xushxabar bor. Alloh subhanahu va taolo qiz bolani onani qorniga homila qilib tushirgan vaqtda qiz bola xijolat tortar ekan, uyalar ekan, hayo qilar ekan. Alloh menga mana shu ne'matni beryapsan-u, lekin ota-onam meni dunyoga keltiradi. Ular yemasdan yedirib, ichmay ichirib, kiymay kiydirib, boqib katta qiladi. Endi ularning xizmatiga, koriga yarayman degan vaqtimda meni ular uzatib yuborishadi. Boshqa xonadonga borib, qaynona qaynotalarning xizmatlarini qilaman deb dunyoga kelishlikka haligi qiz hayo qilar ekan, xijolat bo'lar ekan. Shunda Alloh taolo nido qilar ekanki, ey qizaloq, dunyoga kelavergin. Qarang, dunyoga kelavergin. Seni boqib, katta qilib uzatgan ota-onangni shu qilgan xizmatlariga mukofot o'laroq men ularga jannatni beraman, jannatim bilan mukofotlayman dergan. Azizlar, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom hazratlarini ham hadislari bor bilamiz. Kim 3 ta qizni tarbiya qilsa, Alloh unga jannatni berishiga haqida. Sahobalar so'rashdi, Allohning rasuli 2 ta qizi bo'lsa-chi? Dedi, 2 ta qizi bo'lsa ham dedilar. Boshqa bir rivoyatlarda bitta qiz bo'lsa ham degan rivoyatlar bor. Boshqa bir rivoyatlarda ota-onasidan qo'ygan o'sha xolalari haqida ham kelgan. Bugungi kunda ming afsuslar bo'lsinki, o'g'ilni qizdan ajratadiganlar bor. Mehrni o'g'li ko'proq berib, qiz bolani chetga suradiganlar bor. Qiz bolalarga past nazar bilan qaraydiganlar bor. Bu haqda Allohdan qo'rqishlik kerak, azizlar. Bu haqda Allohdan qo'rqishlik kerak. Qizlarimiz otaning do'zaxdan to'zuvchi parda ekanligi haqida Rasulullohning hadislari bor. Rasululloh alayhissalatu vassalom hazratlari aytadilarki, men qizlarning otasiman dedilar. Shunday ekan, qizlarimizni hech qachon o'g'limizdan ayro mehr bermaylik. Aksincha ularga ko'proq mehr beraylik. Ko'proq ularga muruvvat ko'rsataylik. O'g'illarimizga ham aytaylikki, mana shu opang, singlingni holdan xabar olib tur. Chunki uni ko'ngli o'ksik, uni ko'ngli bo'sh deb ularga ham mana bunday tarbiyani beraylik. Shunda Alloh subhanahu va taolo hayotimizni, oilalarimizni farovon qiladi.